Davlat kadastr palatasi, Qoraqalpog'iston Respublikasi boshqarmasi Elqotima filialida bugungi kunda 36.874 ta hujjat saqlanib, bundan 33.446 ta turar joy hujjatlari, 3.428 ta noturar joy hujjatlari. Oldinlari temiz stellajda turardi hujjatlarimiz. Ular batartib bir korobkada yo'q edi, ularni boylab qo'yardik. Davlat kadastr palatasi raisining tashabbuslari bilan namunaviy arxiv loyihasi asosida mobil stellajlar qurildi. Shundan 10 ta relsli mobil stellaj, 8 ta turadigan stellajlar mavjud. Bu stellajga keladigan bo'lsa, qulayliklari karton qutilar joylashgan stellaj raqami, karton qator raqami, karton quti raqami va hujjat raqami shundan topib olishga oson bo'ldi hozir. Favqulodda vaziyatlar bo'lgan taqdirda shu evakuatsiyagacha bo'lgan vaqtda hujjatlarni vaqtincha saqlab turish imkonini beradi.